Lekin bu cho'layotgan qarsiylaringizga toshni bir donasi ham ko'tarilmaydi. Юра, ты что ты сегодня не вышел? Не работает? Отдыхай. Harakat qilasan. Bir tortib harakat qilasan. Masxaraboz. Nima qilyapsan? Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Chamadon bachaq bo'ldi. Polvonni toshiga o'tirganda, toshiga toshday o'tirish kerak edi. Ana shu holatda ko'taradi-yu, lekin beynoshoqda bo'lsa ham bitta yigit quvvati bor. Zar qadriga zargar yetur. Bilmagan na qadriga yetur deydi. Polvonni qadriga kim yetadi? Yelkasida yuk ko'tarib, peshonasidan deb to'kkan mardigitlar yetadi. Polvonni qadriga kim yetadi? Qizil qon tomiridan oq sut berib, sizdek zabardast polvonlardek, Amir Temurlardek, hatto payg'ambarlarni dunyoga keltirgan onajonlar qadriga yetadi. Davrimizda qarang, bir-biridan mo'tabar onajonlar yig'ilib qoldi. Tolursa talqon qiladigan mard yigitlar yig'ilib qoldi. Lekin polvonni haqqiga, ota-onalarimiz haqqiga, yerda turgan mard yigitlarning haqqiga bir kim boring qo'lini duoga ochganda Alloh murodi